Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun sekta to'g'risida savatlar degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi shu sektaninki paydo bo'lish jarayoni, uninki kasal alomatlari, undan qandoq saqlanish va yoki shundoq bir ahvol yuz bergan vaqtida uningga qandoq tadbir qo'llanish to'g'risida ba'zi oddiy savatlarni qarindoshlar bilan o'rtoqlashib o'tmoqchi. Hammanglarning diqqati leksiyada bo'lsin. Sakta deganimiz miyiningki ma'lum qismidagi qon aylanish to'salg'iga uchrash yoki miya qon tomiri yerilib miyaga qon tushish tufaylidan kelib chiqqan kasallik bo'lib, u odatda ushtum tut qo'zg'algan miya qon tomiri kesili deb ataladi. Odamning miyasiningki qon aylanishi to'silib qolgan vaqtida, ya'ni ma'lum qon tomir, shu miyani qon bilan ta'minlaydigan ma'lum qon tomiri to'silib qolgan vaqtida miyaga qon yetishmaslik kelib chiqib, natijada miya hujayralari yetarlik oksigenga erisholmaydi. Shuning bilan bir qism miya zaxmlanadi yoki o'ladi. Miyaga qon tushgan vaqtida miyada chiqqan qon uyushib, miyani bosadi va miyada zaxmi paydo qiladi. Ya'ni bizning miyamizning atrofida so'ngak qoplab turganligi uchun, ya'ni uning hajmi muqim bo'lganligi uchun miyaga qon tushgan vaqtida miyani qoplab turgan so'ngak kengaymaganlikdan u qon miyani besib, miyada zaxmi paydo qiladi. Mana bu shu saktaninki turi va paydo bo'lish jarayoni. Undaqda bu saktaninki yuz berish oldi keynida qandaq alomatlar bo'ladi degan vaqtida, garchi sakta ushtum tut qo'zg'algan bir kasal bo'lsa-mu, biroq uningki boshlanishida ba'zi signallik kasallik alomatlari ko'rildi. Agar biz bularni obdan bilsak, bularga sezgirligimizni oshirib qilsak, bu kasalni nihoyatda vaqtida bir taraf qila olishimiz, uningki taraqqiy qilib texmi yomon oqibat keltirib chiqarishdan saqlana olishimiz mumkin. Shunlashqa men bu yerda alayda ta'kidlab o'tmoqchi bo'lganim, bu sakta yuz berishninki signallari, ya'ni dastlabki alomatlari. Birinchisi yuzi, qo'li va putining bir tarafi ushtum tut qo'lishib qoladigan ahvol bo'lishi mumkin. Ikkinchisi bir ko'zi ushtum tut yuvolishish yoki ko'rolmasligi mumkin. Uchinchisi ushtum tut so'zlayolmaslik yoki og'zi gapga kelmaslik yuz berishi mumkin. To'rtinchisi ushtum tut sababsiz beshining bir tarafi qattiq og'rishi mumkin. Beshinchisi ushtum tut va sababsiz beshi qiyish va hushidan ketishi mumkin. Oltinchisi ushtum tut bir qo'li yoki bir puti mag'dursiz his qilishi mumkin. Yettinchisi ushtum tut bir tarafga yangdab ketish yoki yiqilib tushish mumkin. Bu ahvollar har qanday odamda hammasi ko'rilishi notayin. Ba'zi odamda buningki bir ikkisi ko'rilsa, yana ba'zi odamda boshqa alomatlari ko'rilishi mumkin. Mayli qaysi xil alomat ko'rilgan bo'lsin, agar bu alomatlar ko'rilgan vaqtida bo'lib, bak yishimiz 50 dan oshgan vaqtida bu xil alomatlar ko'rilgan vaqtida cho'qim doktorga berib tekshirishimiz, hargizmi sal qaramasligimiz kerak. Chunki bu texmi ig'ir kasallikki yuz berish ehtimolininki oldingi signali. Ya'ni bu ahvollar yuz bergandan keyin ba'zi odamda bir necha soat,
ba'zi odamda bir necha hafta, ba'zi odamda bir necha oy keyin rasmiy cho'ng sakta yuz berishi mumkin. Shunlashqa men bu yerda bu sakta yuz berishninki signallari yoki dastlabki alomatlarini qarindoshlarga alohida ta'kidlab o'tmoqchi. Buningki asosli sababi bizniki buningga hargiz sal qaramasligimiz, mush xil ahvollar yuz bergan vaqtida uningdan keyin texmi yomon oqibatning kelib chiqishini saqlanish uchun doktorga berib bu jihatda tekshirish qilib ilib berishimiz, agar shundaq bir yomon oqibat yuz berish ehtimoli bo'lgan vaqtida uning oldini ilish yoki uni vaqtida bartaraf qilishimiz. Bu hayot mamotliq masala bo'lib, qarindoshlarniki buni bilib qilishi nihoyatda muhim. Shunlashqa buni men bu yerda alohida ta'kidlab o'tdim. Undaqda bu sakta yuz bergan vaqtida qandaq alomatlar ko'rildi degan vaqtida saktaninki kasallik alomatlari tövendikçe. Birinchisi so'zlayolmaslik yoki so'zi ravon bo'lmaslik. Ikkinchisi ko'zi ko'rmaslik yoki ko'zi uvolishish. Uchinchisi ig'zi, tili va yoki yuzi bir tarafga maymoq bo'lib qilish. To'rtinchisi harakati to'salg'iga uchrash. Beshinchisi bir tarafdaki qo'l puti mag'dursizlanish, hatto palaj bo'lib qilish. Bular shu saktaninki asosli kasallik alomatlari bo'lib, ularninki ig'ir yengilligi shu saktaning turi va zaxmiga uchirgan mingning o'rniga va doirasining cho'nkichiligiga bog'liq bo'ladi. Agar kasal ahvoli ig'ir bo'lgan vaqtida, ya'ni kasallik yuz bergan minga nihoyatda muhim o'rni nihoyatda muhim o'rin bo'lib, yoki bo'lmasa bu zaxmining doirasi cho'ng bo'lgan vaqtida bemor ushtumtut hushsizlanib ketishi mumkin. Hatto shuning bilan asliga kelolmay o'lib ketishi yoki bo'lmasa shu bir nafas oladigan, ya'ni bir xil o'simlik odamga aylanib qolishi mumkin. Bu odatda shu saktaninki dastlabki kasal alomatlarga e'tibor bermaslik yoki uni vaqtida bir taraf qilmaslikdan kelib chiqadigan yomon oqibatlar. Bu bo'lib shu 50-60 yoshdan yoshqan, 50-60 yoshdan oshgan shu yuqori qon besimi bor insonlarga nisbatan nihoyatda muhim. Men yuqori deb o'tgandekidek, bu sakta kelib chiqish sababiga asosan ikki cho'ng turga bo'linadi. Uning birinchisi mingi qon tomiri to'silib qilib, mingi qonsizlanish yoki mingiga qon yetishmaslikdan kelib chiqqan sakta. U mingining qonsizlanib o'lishni keltirib chiqardi. Shunlashqa u mingi qonsizlanib o'lish deb ataladi. U umumiy saktaninki 85%ni egallaydi. İkincisi bo'lsa, mingi ichida qon chiqishdan kelib chiqqan sakta bo'lib, u mingining besilib zaxmi bo'lishini keltirib chiqardi. U mingiga qon tushish deb ataladi. U umumiy saktaninki 15%ni egallaydi. Bizningki bu saktaning turini bu ikki cho'ng turga ayirishimizning asosli sababi uningdan kelib chiqqan kasal alomatlari nihoyatda o'xshib ketsimi, biroq uni davolashda butunlay qarama-qarshi usulni qo'llanish zarur bo'lganligi uchun buni bu ikki cho'ng turga ayirish nihoyatda muhim. Bu kasalni biz sakta deb atashimizning asosli sababi uni paydo qilgan sababga emas, kasal alomatlarining o'xshashligiga qarab deyilgan, lekin amaliyotda men yuqori deb o'tgandek o'xshash atalgan, ya'ni sakta degan nom bilan atalgan bu kasal kelib chiqish sababiga asosan butunlay o'xshamaydi, ham uning davolash usulimi tubdan o'zaro qarama-qarshi. Mana bu mingi qon tomiri to'silib, mingiga
qon yetishmaslik yoki miya qonsizlanish xarakterlik sekta. Men yuqorida o'tgandagidek bu sekta umumiy sektaniki 85%ni egallaydi. Bu rasmda ko'rganimizdagidek shu qon tomir to'slab qolgan vaqtida miyaga qon yetishmaslik va shu sababdan miya hujayralariga yetarli oksigen yetishmaslik sababidan miyaningki shu qon yetishmagan o'rni o'lishga boshlaydi. Miya qon tomiri to'silib qilib, miya qonsizlanishningki sabablari nimalardan iborat degan vaqtida, birinchisi miyani qon bilan ta'minlaydigan qizil qon tomirining qetishivilishi, ya'ni qondagi may bo'libmi xolesterin moddasininki qizil qon tomir temiga o'ltirish sababidan qon tomir temining qetishivilishi va qon tomirining torayib ketishini keltirib chiqardi. Natijada qon aylanish to'salg'iga uchraydi. Ikkinchisi, miyani qon bilan ta'minlaydigan qizil qon tomiri ichida qon uyushib qilish. Bu sababdanmi miya qon tomiri to'silib, miyaga qon yetishmaslik ahvoli kelib chiqadi. Uchinchisi, badanning boshqa joylarida uyushib qolgan qon eqimi orqali miyaga yetib kelib, miyani qon bilan ta'minlaydigan qon tomirini to'sib qo'yish sababidan bu kasal kelib chiqadi. To'rtinchisi, badanning boshqa qismidan qon eqimiga kirgan har qanday to'qilma yoki doncha miyaga borgan vaqtida miyaning ma'lum qon tomirini to'silib, miyaga qon yetishmaslik keltirib chiqarishi mumkin. Miyaga qon yetishmaslikdan kelib chiqqan saktining ichida yana bir kichik tür bo'lib, u bo'lsa-mu miyaga vaqtli qon yetishmaslikdan kelib chiqqan kichik sakta. Bu sakta odatda ko'pincha odamlarda paydo bo'lgan vaqtida u odamlarningki alohida diqqatini qo'zg'amasligi mumkin, lekin bu xil sakta yuz berib uzunga qolmay cho'ng sakta yuz berishningki ehtimolligi nihoyatda yuqori. Shunglashqa bu miyaga vaqtli qon yetishmaslikdan kelib chiqqan bu kichik saktiningki alomatlarini bayqash, bilish bizningki keyingi cho'ng saktiningki oldini ilishimizda nihoyatda muhim. Shunglashqa men buni tövanda alohida bir turi qatorida so'zlab o'tmoqchi. Kichik sakta deganimiz miyaga vaqtli qon yetishmaslik sababidan kelib chiqqan va bir necha minut davom qilgan ko'zi to'rlashish, besh qiyish, ushtumtut yiqilib tushish, puti yoki qo'lini midirlatolmaslik, gap qilolmaslik qatorliq alomatlarni ko'zda tutadigan bo'lib, odatda miyib bo'lishni keltirib chiqarmaydi. Qon tomirining vaqtli to'silib qilishi qon uyub qilish yoki kichik qon tomir to'silib qilish sababidan kelib chiqadi. Bu alomatlar bemorga nisbatan nihoyatda muhim ogohlantirish bo'lib, u yaqin kelgusida sakta paydo bo'ladiganligidan darak beradi. Har qanday odamda, bo'libmi 50 yoshdan oshganlarda yuqorqi alomatlar ko'rilsa, uningga hargiz sal qaramaslik kerak. Ama yuqori so'zlab o'tgandagidek, bu saktiningki yana bir turi miyaga qon tushish xarakterlik sakta bo'lib, u umumiy saktiningki 15%ni egallaydi. Bu rasmda ko'rayotganimizdagidek, miyaga qon ta'minlaydigan ma'lum qon tomiri yerilib ketgan vaqtida bu miyaga qon tushishni keltirib chiqardi. Undaqda bu miyaga qon tushishningki qandoq sabablari bor yoki nima sabablardan miyaga qon tushish kelib chiqadi degan vaqtida, birinchisi miya qon tomiri o'smisi, ya'ni bu biroz ko'p uchraydigan bo'lib, bu xil o'smi bor bemorlarda miyaga qon tushish oson yuz beradi. Ikkinchisi yuqori qon besimi. Bo'libmi qon besimining yaxshi kontrol
qilmaslıqı və qon besiminin ushtumtut o'rlab ketishi. Uchinchisi, meni qizil qon tomiri qetishib olish. To'rtinchisi, qon suyuldirish dorisini ko'p ishlatish. Beshinchisi, qanash, qatnash vaqasi va har xil ofatlar tufaylidan yorlanish qatorliq tashqi zaxma. Bular mushu meni qon tushishni paydo qiladigan asosliq omillar yoki sabablar. Undaqda biz bu sektininki oldini ilishda nimalarga diqqat qilishimiz kerak yoki bo'lmasa mushu sekta yuz bergan vaqtida uni qandoq bir taraf qilgan vaqtimizda yomon oqibatlardan saqlana olamiz degan vaqtida birinchisi qondagi moyni bo'libmi xolesterin moddasini yaxshi kontrol qilishimiz kerak. Ikkinchisi qon besimini yaxshi kontrol qilish bo'libmi qon besimining ushtumtut o'rlab ketishi yoki qon besimining egizpas bo'lishidan saqlanishimiz kerak. Uchinchisi tamok chekmaslik yoki tamok chekishni tashlash kerak. To'rtinchisi diabet kasali bo'lsa, uni yaxshi bartaraf qilish, yaxshi kontrol qilish, yaxshi davolatish kerak. Beshinchisi badan chiniqtirishga aktiv qatnashish. Badan eg'irligini yaxshi kontrol qilishimiz kerak. Oltinchisi saktining dastlabki alomatlari ko'rilgan vaqtida uningga hargiz sal qarmaslik, darhol doktorga berish yoki jiddiy qutqizishni chaqirish kerak. Biz mushularga alohida diqqat qilgan vaqtida saktininki oldini ola olishimiz yoki sakta yuz bergan vaqtida uning texmi yomon oqibatlarni keltirib chiqarishdan saqlana olishimiz mumkin. Bu sakta to'g'risidagi qisqacha leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Allah hammamizni salomat qilsin. Ko'rishishcha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Xudoga omonat.